Ho'p, yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Bu endi bizning geometriyaga oid. Adashmasam 60-chi darsimiz. Bugun sizlar bilan o'rganib chiqadigan yangi bir bo'lim bu fazoviy jismlarning kombinatsiyalari. Fazoviy jismlar kombinatsiyalari bo'lganda, o'sha piramidaga ichki chizilgan shar, tashqi chizilgan shar, silindrga ichki va tashqi chizilgan shar. Umuman olganda bu yerda holatlar juda ko'p. Hozir bitta-bitta sanab o'tolmayman. Asosiy keraklarni aytib ketamiz. Bu yerga nima qilganman? Bu mavzuga doir mavzular matni yo'q, topolmadim hech qayerdan. Internetdan topdim. Qisqacha formulalar shakli. Hozir o'zim ham aytib ketaman bularni. Maslahatim bularni ham yozib qo'ying. Joylashtirib qo'yganman mana PDF ichiga. Bularni o'rganib chiqasizlar mustaqil ravishda o'zlaringiz, faqat ruscha bular. Endi qisman bo'lsa ham ruscha bilamiz. Juda bo'lmasa переводчик bor. Xo'p, mayli. Mana bu yerda o'zbekchasi ham bor endi buni. Bular haqida gapirib o'tirmayman. Ovoz tinib qolyaptimi barchaga? Ha, ustoz. Bilyapti ustoz. Xo'p, dastlab o'rganamiz sizlar bilan konus va shar. Ya'ni konusga ichki va tashqi chizilgan shar. Xo'p, dastlab o'rganaylik sizlar bilan konusga ichki chizilgan shar qanday bo'lishini. O'zi qachon konusga shar ichki chizilgan deyiladi? Agar shar konusning yon-yoqiga va asos tekisligiga urinsa, takrorlab aytaman, agar shar konusning yon-yoqiga va asos tekisligiga urinsa, bu konusga shar ichki chizilgan deyiladi yoki bo'lmasa sharga konus tashqi chizilgan deyiladi. Masalan, bu yerda biroz murakkab bo'lib tuyulishi mumkin bu fazoviy jismlar kombinatsiyalari, lekin oddiy narsa ham emas. Sharga, o'zi konusga shar ichki chizildi degani bu konusning o'q kesimi qanaqa shakl? Teng yonli uchburchak. Teng yonli uchburchak. O'sha teng yonli uchburchakka aylana ichki chizildi deb qarash kerak. Agar biz o'sha teng yonli uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusini topa olsak, o'sha sharni ham radiusini topgan bo'lamiz. Boya aytganimdek, bu teng yonli nima, konusning o'q kesimi teng yonli uchburchak bo'ladi. Ustoz. Ayshtaman. Og'ma konusga ichki chizilishi mumkinmi? Mumkin, nimaga mumkin emas? Unda ham og'ma konus bo'lsa, o'q kesimi qanaqa shakl? Farqi yo'q. O'q kesimidan foydalaniladi har doim. Og'ma konusning o'q kesimi qanaqa shakl? Uchburchakmi baribir? O'sha uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusini topasiz, tamom. Farqi yo'q, og'ma bo'lsin, to'g'ri bo'lsin. Asosiy bitta narsa. O'q kesimiga ichki chizilgan aylana radiusini toping, tamom. U og'ma bo'lsin, u to'g'ri bo'lsin, farqi yo'q.
uchburchakka ichki chizilgan aylana radius turini topish. Ana ketdi. Bu bizda sharning markazi bo'lsin. O1. Bunisi esa asosining markazi bo'lsin. O. Savol sizlarga. OF, biz OF deyapman. O1F nimaga teng? Radiusmi? Sharning radiusi. Radius, sharning radiusi. O1O ham sharning radiusi. Xo'sh, bu yerda bir qancha formulalar bor. O'shani keltirib chiqarmoqchiman-da hozir men. Mana burchak bizda alfa bo'lsin deylik. Birinchi savol. S, F, O1, O. Qanaqa shakl bo'ladi deb o'ylaysizlar? Trapetsiyam. S, F, O1, O. Deltoid. Deltoid, trapesiya degan xayol qayerga keldi? Sizlar xayolingizga bilmadim endi. Qarab turib aytishim mumkin, lekin juda bo'lmasam. Deltoid. Xo'p, OS masofa. Konus uchun nima? Asosining radiusi. Asosining radiusi. Shakl deltoid bo'lgani hisobiga CO bilan CF tengmi bir-biriga? Buni boshqacha qilib ham aytishim mumkin. Aylana tashqarisidagi nuqtadan aylanaga ikkita urinma o'tkazish mumkin. Bu urinmalar har doim teng. BS masofa. Konus uchun nima edi? BS masofamiz. Qirra. Yasovchi. 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 Qirra degan gap yo'q ustoz konusda. Qayoqni qirrasi bu? Ko'p yoqda bo'ladi u qirra degan tushuncha. Bu aylanish jismi. Ustoz FM anaqami to'g'ri burchaklimi? 90 gradusmi? Radius bilan urinma ustozjon. Har doim 90. Bu haqda aytib o'tganman men. Buni shar deb qaramang siz, aylana deb qaranglar. Aylana bu. A, B, S teng yo'lli uchburchakka aylana ichki chizilgan deb qarang. Xo'p, umumiy hammasi yasovchi edi. Yasovchi L harf bilan belgilagandik. BF masofa L minus L konus. Xo'p, BO nimaga teng bizda? Konus uchun BO. Balandlik. Balandlik H harfi bilan belgilasak agar balandlikni biz yuqorisi, ya'ni BO1 H minus radius. Endi e'tibor bering, bitta yozib chiqaylik nimalar belgilaganimizni. OB bu balandlik edi. Xo'sh, OB balandlik shunaqa bo'lsa, OB balandlik bo'lsa, keyin B yoki O1B. Bu bizda nima bo'ldi endi? H minus R bo'ldi. Keyin O1F bu sharni radiusdir. BF yasovchi minus R konus. R konus bu yerda asosining radiusi konusni. O1 O bor keyin belgilashda bizda. Shar radiusdir. U ham nimaga teng? O1 F ga teng.
E'tibor beramiz. Uchburchak BOS bilan uchburchak BOS bilan BO1F qanaqa uchburchak mana shu ikkalasi? O'xshash. 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 Mana bu men belgilash kiritganlar albatta shartda beriladi. Bundan xavotir olmang. Kimda bo'lyapti bu shovqin? Yasovchisini berib qo'yadi yoki bo'lmasam balandligini berib qo'yadi. Nimadan ma'lumotlar beriladi? Men umumiy holatda keltirib chiqaryapman formulani. Hech nima berilmagan holat uchun. Xo'p, uchburchaklar o'xshash bo'lsa agar o'xshashlik qo'llaymiz. Yuqoridagi kichik uchburchakda hozir mana buni ham belgilashga kerak. Mana bu bizda beta bo'lsa, kattasida mana burchagimiz beta mana. Kichik uchburchakda alfaning qarshisida O1F ning kattasida alfaning qarshisida OS ga nisbati kichigida betaning qarshisida xo'sh nima? BF ning kattasida betaning qarshisida BO ga nisbati xo'sh kichigida 90 gradusli burchak qarshisida BO1 ning xo'sh kattasida to'g'ri burchak qarshisida BS ga nisbati. Mana shu munosabat yordamida biz sharni radiusini ham topish mumkin. Radius berilgan holatda boshqa bir ma'lumotlarni topish mumkin. Endi u masalada berilishiga bog'liq. Qanaqadir ma'lumotlar beriladi albatta. Xo'p, olib kelib o'rniga qo'yamiz belgilashlarni. O1F. O1F. Shar radiusini OS. Katta erkin. Konus asosining radiusiga nisbati teng bo'lar ekan. BF L minus konus radiusi taqsim BO. BO konusni balandligi. Bu ham teng. Xo'sh, B1O H minus R ning BS yasovchiga nisbati. Bizga asosiy kerak bo'ladigan narsa mana shu munosabat. Mana shu munosabat yordamida biz berilgan ma'lumotlar bo'yicha qolgan ma'lumotlarni topishimiz mumkin. Uni birozdan keyin masala yechishda qo'llab ko'rsatib beraman. Mana shu nisbat qayerdan kelganini tushungan bo'lsangiz bo'ldi. Keyingi holat. Konusga bu ichki chizilgan shar edi. Navbatdagisi konusga tashqi chizilgan shar. O'zi bu fazoviy jismlarda konus bor masalan, keyin silindr bor bizda masalan. Har doim ok kesimidan foydalanish kerak. Ya'ni ok kesimiga ichki va tashqi chizilgan aylana deb qarash kerak. Yana boyagi gap. Konusning ok kesimi qanaqa shakl? Teng yonli. Uchburchak. Bu yerda xuddi yuqoridagi kabi konus deb qaramaysiz.
o'q kesimidan foydalanasiz. Ya'ni konusga tashqi chizilgan shar degani bu uning o'q kesimiga, ya'ni mana bu A, B, S uchburchakka tashqi chizilgan aylana deb qarang. Ya'ni mana shu A, B, S uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusi mana bu konusning, sharning radiusiga teng bo'ladi. U xoh og'ma bo'lsin, xoh to'g'ri bo'lsin, farqi yo'q. O'sha uchburchak, ya'ni o'q kesimidan hosil bo'lgan uchburchakka tashqi chizilgan aylana. O'sha konusga tashqi chizilgan shar. Tushunarli-ku? Ana endi bu yerda munosabat bor. Ya'ni balandligi, yasovchisi o'sha konusning radiusi orasidagi nima? Sharning radiusi orasidagi munosabat bor. Xo'p, qarang endi. Ana bu masofa bizda nima bo'lsin? Sharning markazi bo'lsin. Bunisi esa konus asosidagi aylananing markazi bo'lsin deylik. Endi mana shu O1 ni S bilan tutashtirsam, takrorlab aytaman, O1 ni S bilan tutashtirsam, o'sha kesma bizga nimani beradi? Sharning radiusi. Alo. Sharning radiusini beradi. Xo'sh. Yana qaysi kesma grafikka qarab aytinglarchi? Sharning radiusiga teng. Mana bu masalan O1 S sharning radiusi. Yana bormi? O1 B. O1 B. O1 B. O1 B ham sharning radiusi. O'zi bu yerda BO yuqorida belgilash kiritdim. Nima edi? BO Balandlik. balandlik. Umumiy hammasi h bo'lsa, O1O pastki qismi h minus r sharga teng. Pastki bo'lagi. O1S esa konus asosining radiusi. Buni endi kichik harf bilan belgilash kiritaylik. Xo'p. Bu yerda qanday bog'liqlik bor? Bu yerda Pifagor bor. Tagiga yozaylik. Endi bu formulani davom qildirish mumkin bemalol. Masalan, darajaga oshirsak, nima voqea bo'ladi? Darajaga oshirsak, mana bu r sharning kvadrati qisqarib ketadi ikkala qismida. Nima qolyapti? Bu tomonda qoladi bizda 2 ta h r sh. Tenglikning chap qismiga olib o'tdim. Mana bular qisqarib ketgandan keyin. H kvadrat. Tushunarli bo'lyaptimi o'zi? Ha, tushunarli. Teng h kvadrat plus r ning kvadrati. Bizga asosiy nima kerak? Bizga asosiy bu yerda sharning radiusi kerak, to'g'rimi? Topib olish mumkin bemalol. Mana formula. Bu yerda h konusning balandligi, rk esa konus asosining radiusi. Albatta u paytda beriladi qolgan ma'lumotlar, masalan, balandligi bilan yasovchisi berilishi mumkin konusni. Balandligi bilan yasovchisi berilganda asosining radiusini topishning muammo joyi yo'q.
bitta Pifagor. U topilgandan keyin keltirib bu yerga qo'yasiz, sharni radiusi kelib chiqadi. Maslahatim bu formulani yod olmang. Qanaqa bo'lishini tushunib yetish kerak. Tushunarli? Bu konusga tashqi chizilgan shar. Ana endi bizda nima bor? Silindr bor. Aylanish tizimidan tugatib olaylik, keyin nimaga o'tamiz? Piramidaga o'taman. Piramidadagi mujmal. Xo'sh, silindr. Ok kesimi qanaqa shakl? To'g'ri to'rtburchak. To'g'ri. To'g'ri to'rtburchak. Silindrga har doim ham ichkaridan chizib bo'lavermaydi. Qanday silindrga ichkaridan chizish mumkin? Sizlarga savol. Ok kesimi kvadrat bo'lishi kerak. Xuddi shunday. Qarama-qarshi burchaklar. Yo'q, ustoz tashqiga ketib qolmaysiz. Ichkidan aytyapman men sizga. Xuddi silindr, mana bu silindr kabi, konus kabi. Silindrga ham ichkaridan chizish uchun o'sha ok kesimidan foydalanamiz har doim. Xo'sh, silindrning ok kesimi qanaqa shakl? To'g'ri to'rtburchak bo'lishi aniq. Endi qanday to'g'ri to'rtburchakka biz ichkaridan chizib bilamiz? Muammo Kvadrat. shunda. Kvadratga to'g'ri to'rtburchakni o'zi bo'lsa, biz unga ichkaridan chiza olmaymiz. O'zi qanday to'rtburchaklarga ichkaridan chizish mumkin? Qarama-qarshi tomonlarining yig'indisi teng bo'lishi kerak. Bu degani mana bu silindrning ok kesimi yoki kvadrat bo'lishi kerak yoki romb bo'lishi kerak. Qachon romb bo'ladi? U og'ma bo'lgan paytda romb bo'lishi mumkin. Ya'ni silindrimiz og'ma silindr bo'lsa, u holatda ok kesimi romb bo'lishi mumkin. O'sha romb bo'lgan holatdagina unga ichki shart chizishimiz mumkin, aks holda emas. Duch kelgan silindrga ichki shart chizib bo'lavermaydi. Qarang, menda ham o'xshamay qoldi mana. Chunki shaklim kvadrat bo'lmaganda menda ham aynan. Bu mana konusga, silindrga ichki chizilgan shar. Grafikga qarab ko'p narsani aytish mumkin. Xo'sh, silindrga shar ichki chizilsa, uning radiusi nimaga teng bo'ladi? Silindrning radiusiga yoki balandligining yarmiga. Shunday. Balandligi ham tengmi? Ma'lumot uchun yozib qo'ying, ustozlar. Silindrga ichki shar chizish uchun uning ok kesimi kvadrat bo'lishi kerak. Bu degani asosining diametri uning balandligiga teng bo'lishi kerak. Unga shar agar ichki chizilsa,
H deb olsak mabodo mana buni. Sharning radiusi balandligining yarmiga teng. Yoki bo'lmasa, silindr asosidagi doiraning radiusiga teng. Bunaqa deb aytsa ham bo'ladi bemalol. Tushunarli bo'ldimi? Bu silindr va nima? Shar. Bu oson. Keyingi xotimiz bor bizni. Silindrga tashqi chizilgan shar. Uni chizishdan oldin qanday to'rtburchakka biz tashqi aylanma chizib bilamiz? Boya aytganda ham qarama-qarshi tomon To'g'ri burchaklarni to'rtburchakka. Ixtiyoriy to'rtburchakka emasmi? Yo'q, kvadratga. Aha, qoyil. Barakalla. Qarshi tomonlari yig'indisi teng bo'lishi kerak. burchaklari yig'indisi. Qoyil. 5 bahoyi sizni. Burchaklar yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Yaxshiyam bu gapni hech kim eshitmayapti. Bu gaplarni. Kimdir unaqa deydi, kimdir bunaqa deydi. To'rtburchakka tashqi aylana chizilish sharti uning qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak ustozlar. Tomoni emas. Kimdir gapiryapti, hammasiga chizib bo'ladi. Qanaqasiga hammasiga chizib bo'ladi? Parallelogram ustoz. Parallelogramga siz tashqi aylana chizib beringchi menga, chizib bilarmikansiz? Yoki romb. Rombga chizingchi. Kimdir kvadrat deb baqiradi u yerda. Umumiy holat. Qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Endi bizni mavzumizda ixchamlashadi bu silindr. Silindrning o'q kesimi yoki to'rtburchak yoki parallelogram. Bu degani to'rtburchak bo'lsa tashqi aylana chizish mumkin. O'q kesimi parallelogram bo'lib qolsa, ya'ni og'ma silindr. Og'ma silindrga biling tashqi shar chizib bo'lmaydi. To'g'risiga chizish mumkin faqatgina. Og'masiga mumkin emas. Chunki og'ma silindr u o'q kesimi o'zgarib ketadi. Yoki parallelogram yoki romb. Lekin parallelogramga ham, rombga ham tashqi aylana chizib bo'lmaydi. Tashqi aylana chizib bo'lmadimi, demak o'sha holatdagi silindrga tashqi shar chizib bo'lmaydi. Bir daqiqa ustoz, nagi o'qga test tashlash kerak edi, esimdan chiqib ketibdi. Test tashlab yuboray men hozir.
Hop, davom ettiramiz. Endi bunda ham biroz nimaga o'xshab qoldi? Kvadratga olib kelsinmi? Kvadrat deb qaramang. Bunday deb savol berish kerakda bunaqa vaziyatda. To'g'ri burchakka tashqi chizilgan aylanar radiusi nimaga teng? Diagonalni yarmiga teng. Diagonalni yarmiga teng. Ya'ni o'q kesimining diagonalini yarmi bizda konusning mana bu sharning radiusiga teng bo'ladi. Bu bizda asosining diametri bo'lsa agar, bunisi balandlik bo'lsa, formula keltirib chiqarish mumkin shu joyda endi. Telefonni opang mavjud. Tushunarli bo'ldimi? Buyuring. Xo'p. Konusni ichki va tashqi shar aytildi, silindrga ichki va tashqi shar aytildi. Endi o'sha piramidaga shar. Bu yerda lekin qotib qolgan formula yo'q. Nima uchun qotib qolgan formula yo'q? Sababi piramidaning asosi qanaqa shakl bo'ladi har doim? Turli xil narxi. Turli xil bo'lganda aynan umumiy javob berish mumkin-ku, piramidaning asosi qanaqa shakl deganda. Ko'pburchak. Burchak. Ko'pburchak. Ko'p burchak. Yon yoqlarichi? Uchburchak. 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 Endi bu yerda ta'rif bor. Qachon piramidaga shart tashqi chizilgan deyiladi? Agar piramidaning barcha uchlari shar sirtida yotsa, bu piramidaga shar tashqi chizilgan deyiladi. Takrorlab aytaman. Agar piramidaning barcha uchlari shar sirtida yotsa, piramidaga shar tashqi chizilgan deyiladi yoki sharga piramida ichki chizilgan deyiladi. Hozir men bitta holatni aytib beraman, qolganlarida ham baribir shunaqa baribir. Asosida farqi yo'q. Masalan, uchburchakli piramida. Tetraeder. Muntazam tetraeder emas. Uchburchakli piramida tetraeder. Muntazam bo'lganda xususiy holat bo'lib ketadi u. Mana bizda shar. Aylanasini chizib o'tirmayman bunaqa qilib, hozir bizga xalaqit beradi u. Hamma turaversin. Unga piramida ichki chizilgan. Hozir aytib o'tganimdek, piramidaning barcha uchlari shar sirtida yotgan bo'lishi kerak.
Mana shuni olib tashlaydi, xalaqit kelyapti mana shu. Mana uchburchakli piramida. Uchburchakli piramida sharga ichki chizilyapti. Xo'sh, piramida balandligi qayerga tushadi? Agar u to'g'ri piramida bo'lsa yoki barcha qirrasi teng bo'lsa, yon qirralari teng bo'lsa, Burchakka ichkisiga aylana markazga. asosiga Ha, shu. tashqi chizilgan aylana markaziga tushadi. Boya aytganimdek, bu piramida bo'lgandan keyin umumiy holat gapira olmayman. Men hozir ko'rsatmoqchi bo'lganim barcha yon qirrasi teng bo'lsin. O'sha holatda yoki bo'lmasa barcha yon qirralari asos tekisligi bilan bir xil burchak tashkil etsa deb keladi masala shartida o'zi. Shu holatlarda piramida balandligi asosiga tashqi chizilgan shar markaziga, doira markaziga tushadi. Bunda ham o'sha gap. Mana bu doira, mana bu doira. Sharning bitta bo'lagi. Pastdagi qismi nima deyiladi shar uchun? Pastki bo'lagi. Nomi bor edi. Segment. segmenti. Shar segmenti. Mana bu esa shar segmentining katta doirasi. Bu mana shar piramida balandligi bo'lsin. O desak. Bu yerda sharni markazi bo'lsin deylik, O1 bo'lsin. AO1 sharni nimasi? Radius. Radius. O1D masofa ham sharni radiusi. Bu tushirgan boyagi DO bu piramida balandligi edi. Umumiy qismi H bo'lsin deylik. Hozir bir daqiqa ustozlar. Bu darsdagi davomat kundan kunga yo'q bo'lib ketyapti. Nima bo'lyapti? O'zim men tushunmayapman. 100 ta kishidan 50 tasi kelyapti, bazor. Bunaqa bo'lsa xafa bo'lmanglar, zapis bermay qo'yaman umuman. Xuddi darsdagi davomatni. Davomat ishga tushganda hamma ketib boshlaganda darsga. O'zi murakkab bo'lim, murakkab mavzu. Bu zapisni ko'rishga sizning vaqtingiz yo'q baribir. Men kafolat berib aytaman. Kim ko'ryapti zapislarni? Men Ko'rayotgan ko'raman. bo'lsa 10% ko'rayotgan bo'lsa 10% kishi ko'rayotgandir. 10%. Undan oshmaydi, aniq berib aytaman men. Chunki maktabda ish bor, ro'zoyi, bahorchilik, dehqonchilik, u deysiz, bu deysiz. Buni ko'rishga vaqtingiz bo'lmaydi. Hozir bir daqiqa. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Darsda edim. Bugun bo'shamayman hali. Kechdan bordi. Nimaga tinchlikmi? Toshkentda bo'lsa nima? Bu yoqda daftarda ko'rsatilmasmikan?
Jarima qancha bo'lgandi? Bugunmi faqatgina yoki qancha kunga? Menga yozib qo'ying Telegramdan bo'lmasa. Mayli. Nima demoqchi edim? Ha. DO masofa. Bizda u piramida balandligi edi. O masofani balandlikka bog'lash kerak. U bizga o'zi beriladi. Masala shartida yoki unisi yoki bunisi. Usiz imkoni yo'q baribir. Ana endi AO masofa nimaga teng? O'sha asosiga tashqi chizilgan aylana radiusi. Asosiga tashqi chizilgan radiusda. Buni biz nima deb olsak bo'ladi? T deb qo'yaylik. Qanaqa harf bilan berish o'zingiz qo'lingizdagi narsa baribir. Yana erk qiling. Ana shu joyda endi bitta formula hosil qilamiz endi. AO1 bu sharning radiusi. Xo'sh, nima belgilash ketdik yana? AO asosiga tashqi chizilgan sharning radiusi. O1D masofa. U ham sharning radiusi. O1O masofa balandlikdan sharning radiusini ayirmasiga teng. Bu joyda bitta Pifagor yasab yuboramiz. Ya'ni sharning radiusini kvadrati teng bo'lar ekan bizda xo'sh. Qavslarni ochib yuborsak, sharning radius kvadratlari qisqarib ketsa, ikkita xo'sh, shar kara h teng bo'ladi bizda. U tomonda qoladi h kvadrat plus t'ning kvadrati. Bu yerdan h ni topib qo'yasiz, muammo hal. O'zi h deyapman, radiusni. Mana. Endi tetraeder bor, muntazam tetraeder. Uni formasi yuqorida ham bor. Oldimizda chiqib qolsa, uni ham keltirib chiqarib beraman. Keling, o'shani ham keltirib chiqaramizmi yoki? Juda cho'zilib ketadi u vaqtda. Nima qilaylik? Misol kelgan paytda o'sha paytda isbotini ham qilib berib ketamiz sizlarga formulasini. Ya'ni sharga nima? Muntazam tetraederga ichki tashqi chizilgan shar radiuslarini topishni. Endi bizda qolyapti piramidaga ichki chizilgan shar. Keling, o'shani ham qilib ketaylik, qolib ketmasin mana shu. Ya'ni eng ko'p uchraydigan holat bu muntazam tetraederga shar ichki chizilsa. O'shani qilib beraman hozir sizlarga. Isbotini. Ustoz, sizga savolim bor edi. Xo'sh. Mana shu holatda boya tashqi chizilgan aylana markaziga tushdi-ku balandligimiz. Shu holatda o'zida qandaydir biror bir burchak almashsami, ichki aylana markaziga tushadimi? Burchak almashganda qanaqa almashish endi? Masalan, savol bering. teng burchak ostida og'ishgan bo'lsa, dedik-ku qirralarini. Ikkilar teng bo'lsa, shunday masalan tashqi aylana tashqi shar chizilganda balandlik ichki aylana radiusiga demoqchi edim, markaziga. Har doim ham u yerga tushavermaydi, ustozjon. Har doim ham u yerga tushavermaydi.
Masalan, apofema deb kelishi mumkin. Barcha ikki yoqli burchaklari teng deb. U holatda lekin ichga nimaga tushmaydi? U paytda hozir apofemalar teng bo'lsa, balandlik qayerga tushadi u vaqtda? Asosiga ichki chizilganlar markaziga tushadi. U aytyapman, piramidani berilishiga bog'liq. Hozir bu yerda men umumiy biror bir fikr aytishga o'rinsiz. Bu bitta holatni gapiryapman men hozir sizlarga umuman olganda. Ya'ni barcha yonqalasi teng bo'lgan holat. Agar teng bo'lmasa yoki burchaklar almashib ketsa yoki burchaklar teng bo'lmasa, u paytda aytolmaymiz balandlik qayerga tushishini. Balandlik qayerga tushishini bilmagandan keyin mana bu radiusni ham bilmaymiz biz. Qanaqa tipda o'tishini. Masalan, og'ma piramida. Og'ma piramidaga ham tashqi shar chizish mumkin. U vaqtda mana bu sharning markazi mana bu balandlikda bo'lmaydi. Boshqa joyda bo'ladi u vaqtda shar markazi. Umumiy xulosa chiqarib bo'lmaydi bu bitta holatdan. U chigal bo'lim. O'zi piramidani o'zi bir chigal mavzu, unga yana shar qo'shilyapti, batamom chigallashib ketadi. Shunga Hozir savollar bor, ko'p. Biror nima deya olmayman opa bu haqda hozir men sizga. Aniq aytish imkoni yo'q uni. Har bitta savolga masala shartidan kelib chiqqan holatda yondashish kerak. Hozir savollar davomida nima qilib beraman. Izohlab berib ketaman. Hozir men isbotlamoqchi bo'lgan narsa endi ustozlar, muntazam tetraedrga ichki chizilgan shar. Muntazam tetraedrga. Muntazam deganda bu barcha yon yoqlari muntazam uchburchaklardan tashkil topgan tetraedr. Lekin ta'rif o'zgarmaydi. Ta'rif o'sha bitta. Qachon piramidaga shar ichki chizilgan deyiladi? Piramidaga shar ichki chizilgan degan nom olish uchun o'sha shar piramidaning barcha yoqlariga urinishi kerak. Ya'ni shar piramidaning barcha yoqlariga urinsa, bu shar piramidaga ichki chizilgan yoki sharga piramida tashqi chizilgan deyiladi. Barcha yoqlariga urinishi kerak. Agar asosi to'rtburchak bo'lsa, atrofidagi to'rtta yon yoqiga ham urinishi kerak o'sha shar. Asos tekstligiga ham urinishi kerak. O'shandagina ayta olamiz. Shar piramidaga ichki chizilgan deb. Tepasidagi to'rtta yoqqa urinib, asosiga urinmay qolsa yoki aksincha bo'lib qolsa, biz ayta olmaymiz. Piramidaga shar ichki chizilgan deb. Endi savol. Shu shar yon yoqiga borib urinadi dedim. Aynan qayeriga borib urinadi? Unutmang, bu tetraedr. Medianalar kesishgan nuqtasidami? Mediana nima qilsin ustoz piramidada? Apofemaga borib urinadi. Apofemaga borib urinadi. Yon yoqida. Asosida bo'lsa, asosi muntazam uchburchak bo'lganligi hisobiga bunday o'tkazib yuborsak, hozir to'g'rillashtiraman grafikni, biroz o'xshamayapti. Mana bu urinish nuqtasi o'sha siz aytgan medianalar kesishish nuqtasi. Mana bu esa
apofemasi. Mana bu B degan harfni boshqa joyga yozib qo'yay. Bu bizda sharni markazi bo'lsin deylik. Shunday o'tirib yuborsam, O1O masofa. Bu sharning radiusi. Kichik el bilan olaylik. Hozir men nima qilaman? Mana shu sharni radiusini muntazam tetraederning tomoniga bog'lab formula hosil qilamiz. Biroz vaqtni oladigan formula bu. Tetraederning tomoni qildasi, bitta qildasining uzunligi A bo'lsin. Hozir men mana shu radiusni A ga bog'lashim kerak. Ya'ni savol berishim mumkin. Muntazam tetraederning qildasi oldiga teng, unga ichki chizilgan shar radiusini top. Yoki bo'lmasa ichki chizilgan sharni hajmini top. Yoki bo'lmasa ichki chizilgan sharni sirtini yuzini top. Hajmini topish uchun ham, sirtini yuzini topish uchun ham bizga nima kerak bo'ladi sharda? Radius kerak bo'lmaydimi? Albatta radius kerak bo'ladi. O'sha radiusni topish kerak. Hozir bir daqiqa. Xo'sh, mana ketdik bo'lmasa. O1dan mana bu shar apofemaga uzunish nuqtasini tutashtiraman. O'sha masofa nimaga teng bo'ladi? L desak. O1L. Erkin. Radius bo'la oladimi? Bu ham sharni radiusi bo'ladi. Mana bu bizda P bo'lsin deylik. P L O1O. Qanaqa shakl? P L O1O. Anaqa. Ana hozir. Deltoid. Kuboid, deltoid, ha, deltoid. Tilimni kirmaydi. Kuboid. Fanga yangicha nom kiritdingiz. Kuboid. Kuboid degan shakl bor o'zi toza matematikada 5-sinfda. Bormi bunaqasi? Eshitmagan Ha, ekanman to'g'risi. Chunki Rom kichik sinfdagi kvadrat umuman kuboid darsga kirmayman. chiqyapti. Kvadrat kuboid. Kuboid deb aytiladi. Endi bilmasam kichik sinfdan ancha bo'ldi o'qitmay qo'ydim. Unaqa bo'lsa mayli.
Xo'p, deltoid bu gapning qisqasi kuboid emas lekin. Mayli. Qarang endi ustozlar. Bu asosan muntazam uchburchak. Bu yerda bizda 60. Bunisi 90. P'si masofa. A taqsim 2. AP masofa nimaga teng? Yozib boramiz navbatma-navbat. AP. Uxlamang, nimaga bo'lyapti o'zi? Nima muammo? AP nima Apa o'zi endi uchburchak ustoz uchun? muntazam uchburchak uchun balandlik-a? bo'ladi. Istasa balandlik, istasa mediana, istasa xohlagan narsa. Hmm. APni Aga bog'laylik ustozlar. Aziz taqsim. Xo'sh. Mediana deb qaraydigan bo'lsam, O nuqta mediana kesishish nuqtasi. To'g'rimi? AO. AO mana shu APning 3 dan 2 qismini tashkil etadi. Chunki mana bu nisbatda u. Mana buni x desam, bu yoq 2x emasmi? Umuman olganda 3x o'sha A ildizda 3 taqsim 2 ga teng. Bu yerdan x topadigan bo'lsam, ya'ni OP ni topadigan bo'lsak agar, menga asosiy bu yerda OP kerak. Qolgani shart emas unaqa. OP nima? Xo'p, 3 ga bo'ladigan bo'lsak, A ildizda 3 taqsim 6. OP ni topdik mana. OP topilgan bo'lsa ustozlar, endichi, endi LP nimaga teng yoki PL nimaga teng? U ham shunga teng. U ham shunga teng. A ildizda 3 taqsim 6 ga teng. Xo'p. Endi. Xo'p. Menga mana shu radiusni topish kerak. Alfa, beta, hash qatnashib qolyapti. Hashni qanday qilamiz? Hash. Hozir. Piramida balandligini ham A ga bog'lay olamizmi degan savol. Nimaga bog'lay olmaymiz? Albatta bog'lay olamiz. DP nimaga teng? A ildizosi 3 taqsim U 2 ham ga teng u ham. U ham AP ga teng. Chunki u ham muntazam uchburchak-ku. Shunda nima? Xo'p. AP nima chiqqandi bizda? A ildizda 3 taqsim 2. AP ni topdik mana. D OP topilgan. Pifagor qo'llaymiz. Pifagor qo'llaymiz endi DO uchun. DO. Ildizda mana buni kvadrati ayriladi. OP ning kvadrati. OP bizda x ga teng edi. Maxraj bersak, bunisiga 4 dan beramiz. O'zi 9 dan berar ekanmiz. 27 27 dan 3 ni ayirsak 24. 24 a kvadrat taqsim 36. DO demak bizda ildiz chiqarib yuboradigan bo'lsam 4 kara 6
2A yoki 2 ildiz osti 6A taqsim 6 yoki bo'lmasam ildiz osti 6A taqsim 3. To'g'ri bo'ldimi shu joyigacha? Ha, shunday. Aha. DO topildi. Ana endi DO1 kerak. Ustozlar, DO1. DO1 masofani topishim uchun men ustozlar, DO1 masofani topishim uchun DO masofadan ayirishim kerak O1 O'ni. To'g'rimi? Hmm. Xo'p, O1 O bizda sha'ni radiusiga teng. Demak, DO1 DO ildizda 6A taqsim 3 dan ayirar ekanman O1 O. Sha'ning radiusini. DO1 topildi. DL kerak bizga endi. DL masofa bizda ustozlar AOga teng. Mana bu masofamiz. Chunki bu ham ikkiga bir nisbatda bo'linadi. Xuddi mana bu kabi. AOga teng. Adashmasam AOni topmagandik-ku, lekin X ni topgandik. Shuni 2 ga ko'paytirib qo'yamiz. Mhm. X'imiz necha edi boya? A ildiz osti 3 taqsim 6 midi? Ha, shunda. A ildiz osti 3 3. Yaxshi. Mhm. Xo'sh, u topildi, bu topildi, bunisi bor. Bizda qanaqa uchburchak hosil qildim o'zim nima qilyapman? Men uchburchakni nima qilyapman-da hozir hosil qilyapman. Bu bizda DL masofa mana bu 90 edi. DL bu yog'i O1 masofamiz mana. Mana bu uchburchakni yuqoridagi DL O1 ni aylantirib chizdim. Farqi yo'q u. Ko'zga yaxshi ko'rinsin deb. Xo'p, bu yerda bizda nima bor? DL masofa bor, mana topdik. A ildizda 3 taqsim 3. LO1 uni biz topganmidik. Ha, u o'zi bizga kerak bo'lgan ma'lumot. Sha'ni radiusda edi bu. DO1. DO1 mana bizda. Bitta Pifagor qo'llaymiz shu joyda endi. Unisini kvadrati. Xo'p. A kvadrat taqsim 3 plus radiusning kvadrati. Darajaga oshirsak, r kvadratlar qisqarib ketsa, bu tomonda qoladi bizda nima? Bu tomonda bizda qoladi, bunisi ildizdan qutuladi. 6A kvadrat taqsim 9 minus ko'paytmasi ikkilangani 2 ildizda 6A taqsim 3 ham bor. R kvadrat baribir qisqarib ketadi. A kvadrat taqsim 3. Bu yerda endi 2 ildizda 6A taqsim 3 topish uchun mana bundan bu ayriladi. Mana haj berib ayirib yuborsak, o'zi bu o'zida qisqarar ekan 3 ga. 2A kvadrat taqsim 3 bo'lar ekan. Ayirmasi A kvadrat taqsim 3. 3lar qisqarib ketar ekan bu yerdagi ustozlar. Bu yerda Qalardi ham A bittasi ham qisqarib ketar ekan. Taqsim Radius teng bo'lib qoladi. U tomonda bitta A qolyapti. Bu yog'ida qoldi 2 ildizda 6. Qutqarib qo'yasiz do'stlardan. Demak, tetraedrga ichki chizilgan sharning hajmi, radiusda agar qirrasin uzunligi A bo'lsa agar A ildizda 6 taqsim 12 ekan. Bu yerda A muntazam tetraedrning
qildasini uzunligi. Endi eslab qolasizmi yo'qmi bilmadim, isbotim mana. O'zi shunaqamidi, bitta qarab yuboraylikchi. Bor bularni barchasini formulasi lekin. Bu emas. Tetrayder mana. Qani radiusda endi uni. U yerda yo'q ekan radius. Bu yerdachi. Tetrayder. Xullas, qani. Bu yoqlarda ham yo'q ekan. Arifmetika qilmagan bo'lsak, to'g'ri mana shu. Menimcha arifmetikaga ketmadik. Qisqacha mana shular edi. Endi qancha savol ko'rishga ulguraman, hali bunga doir bir vazifa bermayman. Shunda ham oldinroq o'tib qo'yay degandim. Sharga doir test tashlab qo'yaman. Bitta test, shu bilan sharim yopiladi. Mana bular boshlanadi keyin. Dastlabki mavzu bu piramida va shar. Hozir tugatgan narsamiz. Birinchi savol. Mana shu bitta mavzuni tugatay, juda bo'lmasa, o'zi bu mavzuga doir ko'p emas ekan savol unaqa. Biroz cho'ziladi lekin darsimiz bugun. Piramidani to'la ga unga ichki chizilgan sharning radiusi ga teng. Piramida hajmini toping. Mana esimga tushdi bitta narsa. Piramidaning hajmi va uning to'la sirti va unga ichki chizilgan sharning radiusi orasida quyidagi munosabat bor. Piramida hajmi teng bo'ladi har doim bu holatda 1/3 st ko'paygan radius. Bu yerda st piramida to'la sirti, unga ichki chizilgan sharning radiusi. Bu esa hajmi. Piramida asosini qanaqaligini farqi yo'q. Ixtiyoriy piramida uchun o'rinli bu formulamiz. Shuni qo'llaymiz to'g'ridan to'g'ri. Ketdik. Keyingisi. Vaqtni yutish uchun biroz grafikni tayyor qilib qo'yganman. Muntazam olti burchakli piramidaning apofemasi. Apofema nimaligini bilamiz, to'g'rimi? Yon yog'ining balandligi. Mana bu. O'sha 6 ekan. 5 ekan uzun. Asosiga tashqi chizilgan doiraning radiusidir. Muntazam olti burchakka tashqi aylana chizsak. Mana asosi muntazam olti burchak. Mana shunga tashqi aylana chizsak biz. Muntazam olti burchak va tashqi aylana qanday munosabatda, bilamizmi? Ertang Kim biladi? Tomoniga. Radius tomoniga teng bo'lib qoladi. Shunday. Tomoni A bo'lsa, olti burchakni. Mana bu bizda A ga teng. Demak, P bu asosiga tashqi chizilgan doira yuzi, demak pi a kvadrat 12 pi bo'ladigan bo'lsa, a ning qiymati 2/3 ekan. Ya'ni biz nima topdik hozir? Biz hozir topdik bu yerda piramida asosining tomonini topdik. Bizga savol beryapti. Shu piramidaga ichki chizilgan sharning radiusini toping. Xo'sh, qarang. L desam. Mana shu OL masofa nimaga teng?
Ag'ati. Radius. Ustozjon shoshmang. Fikr bildirishga shoshmang. Radius. Qanday radius? Bu ham radius lekin. Asosiga ichki chizilgan aylana radiusi. Asosiga ichki chizilgan aylana radius. Chunki bu bizga perpendikulyar bo'lib tushadi. Bunisi ham perpendikulyar. Xo'sh, o'zi mana bu uchburchagimiz qanaqa uchburchak? D O L uchburchagimiz. To'g'ri burchakli uchburchak bo'la oladimi? To'g'ri burchakli uchburchak. Muntazam olti burchakning katta diagonali burchagini nima qilardi? Teng ikkiga bo'lardi. Ikki. 60 bo'lsa bag'i 30 bo'lib qolar ekan. Bunisi 60. Men aniq qiymatini topgandim boya. Nima chiqqandi aniq qiymati? 2 yildiz 2 ostich. yildizda 3mi? Bu gipotenuza bu uchburchak uchun. Men nima topishim mumkin endi? L'dan topaylik dastlab. L'd. Bu bizda mana ikkilab ketman. Shu yerda bu. L'd ildizda 3. OL boyagi. Bu bizda 3 ga teng. Xo'p. Ana endi navbat. Shunday tushiraman. Boshqa rang qilaylik. Mana bu burchak bizga tik bo'lib tushadi. L emas bu endi. Bu yoqda L bor ekan-ku. Mana buni mayli, bu L bo'lib turaversin. Bunisi P deylik. P O L uchburchak. Bu ham qanaqa uchburchak? To'g'ri burchak. To'g'ri burchakli uchburchak. Bunisi 5 ga teng. Apofemasi OL 3 ga teng, apofemasi 5 ga teng. Piramida balandligi kelib chiqdi. Qarang. Piramida balandligi nechi? 4. 4 ga teng. Ya'ni mana shu masofamiz bizda 4 ga teng. Bitta ortga qaytaman ustozlar. Piramida va nima? Shar ichki chizilgan holatda. Men nima qildim boya? Bunaqasiga ham o'tkazdimmi radiusni? Bunaqasini o'tkazdik mana, bunaqasiga ham o'tkazamiz. Har qaysi holatda baribir qotib qolgan nima yo'q, biling. Umumiy hammasi 5 edi desa uchun. Nima apofemani? Bu bizda h bo'lsin. O1 O L H. Bu qanaqa shakl? O1 O L H. Boya ham aytdim bu haqda. LH 3 ga teng. Deltoid. LH 3 ga teng. Umumiy hammasi necha edi? Umumiy hammasi 5. PH ni. PL 5. 5 edi. Tepasiga 2 qolyapti, qarang. Xo'p, biz boya mana buni topgandik, umumiy qiymatini. Necha edi? 4 midi? Pastdagi bo'lagi mana bu O1 O. Bu sharning radiusi. Tepasiga nima qolyapti? 4 minus Ya'ni 4 P 2 qolyapti. H'ni topdik-ku ustozjon, H'ni topdik biz. 4 minus L qolyapti. O1 H radius emasmi? PH-chi? 2 mi? Endi yuqoridagi uchburchak qanday uchburchak bu? PO1H. To'g'ri burchak. To'g'ri burchaknimi? Ha, bitta Pifagor hal qiladi-da buni endi bizda. Ya'ni P O1 ning kvadrati bu gipotenuza PH kvadrat plus O1H kvadrat. Keltirib o'rniga qo'yamiz. 4 minus R ning kvadrati teng PH 4 plus O1H R kvadrat.
ochib yuborsak hamma narsani, 16 minus 8 qoladi bu qismida, u qismida 4 ni o'zi. Tushuncha oldimmi? Ketdik. Navbatdagi holat mana muntazam to'rtburchakli piramida, ya'ni asosi kvadratdan tashkil topgan piramida. Asosining tomoni 12 ekan. To'rtburchak bo'lsa lekin nisbatan oson bu. Asosining tomoni 12, unga ichki chizilgan sharning radiusi, mana bu sharning radiusi 3 ga teng ekan. Piramida yon sirtini toping. Piramida yon sirti o'zi bizda nimaga teng edi, bilamizmi? S yon piramidada. Aytinglar, o'tildi piramida sizlarga. Apofema ko'paytirilgan. Millimetri ko'paytirilgan apofema. Noto'g'ri. Bir taqsim ikki. 2dan 1 bor. Bunaqada bu stereometriya dedinglar, mana stereometriya o'tyapmiz. Bu eslab qolmasangiz foydasi yo'q, men shuncha qilgan harakatimni. Asosiy perimetrni topishni muammo joyi yo'q. 48. Hamma gap mana bu apofemani topishda endi. Mana bu apofema. Apofema albatta bu yerda sharga urinib o'tadi. O'zi shar apofemaga urinadi, gapni qisqasi. Va bu apofema yon yoqi uchun nima vazifasini bajaradi? Baland. Balandlik. Yon yoqi qanaqa shakl? Teng yonli uchburchak. Teng yo'l. Teng yonli uchburchak. Yoki qirradan ketganimiz ma'qulmikan? Yo'q, qirradan ketib qolmaydi bu yerda. Mayli. Teng ikkiga bo'ladi. 6, 6. Bu asosi kvadrat bo'lgandan keyin u shar borib turib asosining markaziga urinadi. Asosining markazi bu o'sha kvadratning diagonalga kesishish nuqtasi. Tutashtiramiz mana bunaqasiga. O mana bu O bo'lsin deylik. O L masofa nimaga teng? O L masofa 6ga teng. 6 ga teng. Xo'sh, mana bu nuqtani P desam. L P nimaga teng? U ham 6ga teng. U ham 6 ga teng. Boyagi deltoiddan. Piramida balandligini o'tkazaman. Bu bizda sharning markazi O1 bo'lsin deylik. O1 O masofa sharning radiusi, to'g'rimi? O1 P'ni ham tutashtiraman. Bu ham sharning radiusi. Xo'p, nimalar berilgan bizga yana? Ha, sharning radiusi bizga berilgan ekan, u yaramas. Yaxshi. Bu bizda 3 ga teng ekan-ku. Ha, mayli. Xo'p, ana endi nima qilish mumkin degan savol. Menga apofema kerak. Apofema topish uchun SP masofani topsam bas. SP. Mayli. Bitta o'xshashlikka tortaylik, Pifagor. H desak, H tepasi H minus 3. Bu 2 noma'lum bo'lib qolyapti, yaramas. 2 noma'lum bo'lib qolyapti. 2 noma'lum bo'lib qolyapti. Mayli.
Nima qilsa ham ketdi. Bunday qilaylik. O'sha bizda asosiy narsa, kerak bo'lgan narsa hozir bu yerda. Mana shu uchburchagimiz. S, O, L. O'shani alohida chizib olay bu yoqqa. Ko'z chalg'ib ketyapti bo'lmasa. Bunisi bizda boyagi sharni markazi bu. O1 degan. Deltoid desa bo'lgandik. Bunisini P deb olgandik. Bizda bor ma'lumot. Bu 3 ga teng, bu ham 3 ga teng. Bunisi 6 ga teng, bu yog'i ham 6 ga teng. Bu bizda alfa. Bunisi beta. Ha, bo'ldi, keldi bu. Xo'p, qarang ustozlar, uchburchak S, O mana bu joyda endi mana bunisi beta bo'ladi. S, O1 P bilan uchburchak S, L, O O. o'xshash emasmi? O'xshash. Mhm. O'xshash. Endi qarang ustozlar. Belgilash ketishdan oldin yengillik qilib ketaman hozir sizlarga. Yuqoridagi uchburchakda alfaning qarisidagi tomon nechi? 6. 3'ning alfa nisbati. Katta Kichigida uchburchak 3 ga teng. Ha, 3 ga teng. Kichigi uchun 3. Kattasi uchinchi 6 Olti. bo'lyapti. 2 barobar bo'lyapti. 6 ga teng. Qarang, mos tomoni necha marta farq qilyapti? 2 2 marta. marta. 2 marta. 2 marta farq qilyapti. Bu degani, mabodo men mana bu betani qarshisini x desam, ustozlar, x desam, katta uchburchakdagi betaning qarshisi, ya'ni S, O umumiy hammasi nima bo'lishi kerak edi? 2x. X. 2x bo'lishi kerak edi. Umumiy hammasi 2x bo'lishi kerak edi o'xshashlikka ko'ra. Menga hammasi shart emas bu yerda ustozlar. Tepasi S muhim. O 2x minus 3. Ana endi bitta Pifagor hal qiladi bu x ni topish uchun. Ya'ni o'sha 2x minus 3 ning kvadrati teng bo'ladi menda bu tomonda x kvadrat plus 9. Ochamiz qavslarni. Ilojimiz yo'q boshqa. 4x kvadrat minus 6 bo'lsa, demak 12x plus 9 teng bo'lar ekan u tomondagi x kvadrat plus 9 ga. 9 lar qisqarib ketadigan bo'lsa, bitta x kvadratlar ketadigan bo'lsa, 3x kvadrat minus 12x teng 0. Bu yerdan x ning qiymati 0 bo'la olmasligi aniq. X'imiz 4 ekan. X'imiz 4 bo'ladigan bo'lsa, SL masofa bizda apofemaga teng. 10. Va uning qiymati 10 ga teng bo'ldi. Yetib bordimi barchaga? Nima qilganim meni hozir? Tushunarli. Apofema topildi. Asosini perimetrini boya topgandim. 48 edi u. Demak, yon sirti bu nimani? Piramidaning 1/2 48 kara 10. Bu degani 240 ekan. Shunaqa bosholiq bu kombinatsiyalar. Menimcha bugunga yetarli ustozlar. Charchadim, men ham charchadim, sizlar ham charchagan bo'lishingiz kerak. Qolgani keyin davom ettiramiz. Keyingi darsda ustozlar ma'ruza qilib o'tirmayman. Kelgan joydan davom qilib ketaveraman. Bu yerda mana piramida mavzusi bor, hali tayyor mana hammasi. O'zi murakkabi piramida. Mana bu silindr va shar va konus va shar bunaqa murakkab emas. Mana shu piramida va sharni yaxshi o'rgansangiz, u yog'i o'zingizga.
Bugungi berilgan ma'lumot, ko'rilgan, qisman bo'lsa ham ko'rilgan savollar tushunarli bo'ldimi barchaga? Hali davom etamiz bu mavzu bo'yicha. Tushunarli ustoz. Tushunarli. Tahlilni, Rahmat ustoz. tahlilni nima aytar? Bir gap ustozlar. Sizlar bilan kelishib olaylikda bir narsaga. Jonli dars kerakmi, kerak emasmi, ustozlar? Kerak. 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 Shu uchun kirib o'tiribman. Kerak bo'lsa qaranglarda ustozlar. Boya 50 kishi edi darsda. 50 kishi edi. Men lishkalarga yozgandan keyin mana 12 tasi kirdi. O'sha keyin a'zo bo'lgan ustozlar diqqatiga bu gaplar ayniqsa. Agar meni darslarim sizlarga qiziq bo'lmasa, jonli darsda kerak bo'lmasa, menga zararmi shunaqa 2 soatlab, 3 soatlab tinmasdan gapirish? Baribir jonli kirmas ekansiz, zapis berib qo'yaversam bo'lmaydimi? Mana shu hozirlarga aytgan gapning barchasini zapis menda tayyor turibdi. Nima qilamiz bunaqa ortiqcha ovogarchilikni? Ustoz rahmat Oxirgi sizga. marta aytishim ustozlar. Mayli, rahmat. Oxirgi marta aytishim ustozlar. Agar bundan keyin ham 91 ta ustoz bor darsda qatnashish kerak bo'lgan, jonli kirishi bo'lgan, 70 tadan kam kishi darsga jonli qatnashsa agar, boyagi yo'q qilib yuborgan ahmoqona fikrimni qayta joriy qilaman. Menga yoqmaydi bunaqa 2 soatlab, 3 soatlab men tinmay gapirsam, tushuntirishga harakat qilsam, sizlar ko'rmasangiz buni. Bu boya aytganimdek, bu zapisni bergan bilan ko'pchilik buni ko'rmaydi baribir. O'zingizga zarar. Hech nima qolmadi stoimetriya bo'limida ham 3 tami mavzuyimiz qoldi ko'p qolgan bo'lsa. Keyin ehtimollikni boshlayman. Keyin kommentariykamiz bor hali bizni. Shu bilan u yoqda albatta tugay deb qoldi o'zi. Ustoz. Oxirgi oyimiz. Bir oy faollik ko'rsating, bir oygina qoldi. Bir oy emas, deyarli bir 20 kuncha qoldi. Bu yoqqa keyin test guruhiga olib o'taman hammangizni. Endi hamma qo'shiladi yo'qmi bilmadim, o'zi xohishi. Xullas, bu Agar yoqqa algebra harakatsidan. darslari ustoz bitta savol bersam maylimi? Xo'sh. Algebra darslari tugaydi-ku, 2 martami, 3 marta dars qoldi. Shu kunlari aralash test ko'rib tursak Har bo'ladimi? kuni. Test guruhi. Nima ko'rsak bo'ladimi? Aralash test guruhingizga qo'shgungacha. Yo'q. Ustoz, bunaqa qilamiz. U guruhda mavzu tugasa, har kuni ehtimollik boshlab yuboramiz, har kuni stoimetriya boshlab yuboramiz. Mavzularni to'liq yopaylik, keyin bemalol test guruhiga olib o'taman barchani. Ha, rahmat Masalan, ustoz. hozir men bu yoqda algebra tugab qolsam mavzular, Nargiza boshlab yuboraveradi nimani, ehtimol kommentariyani biladi agar. O'zim ham bo'laman darsda, bir kun u, bir kun men. Shunaqa qilib tezlashtirib yuborish kerak, mavzularni yopishimiz kerak iloji boricha tez mana bu mavzularning barchasini. Ustoz, kim u mavzuni ham o'zim o'taman deydi, haliga ko'p xatlardi. Ko'p xatlar o'tildi ustozjon. Yo'q, o'zim ham boshqacha O'tildi-yu ko'p o'tib beraman xatlar degandingizda. Tushuntirmaysizmi shu ko'p Boshqacha xatlarni? endi ustozjon, men-ku tushuntirishga qiynalmayman. Vaqt bor, vaqt masalasi. Masalan, hozir u mavzuni ham qo'shadigan bo'lsak o'yinga, test guruhiga qo'shilish muddatingiz cho'zilib boraveradi sizni. Ko'p xatlarni qisman bo'lsa ham o'tdi Nargiza, qisman emas. U ham o'sha men bermoqchi bo'lgan testlarni berdi guruhga. Faqat mavzu men qilmadim. Kim qildi mavzuni? Adashmasam, Nargiza bizlar. Xatlarni ham zo'r tushuntirib berdilar, lekin Nargiza ustoz. aytyapman, menga farqi yo'q. O'zingizni vaqtingizga nima qilmasangiz, farqi yo'q desangiz, biz o'taveramiz. Shunchaki boyagidek test guruhiga o'tish muddatingiz cho'zilib boraveradi. Yo'q, test guruhiga o'tiraylik ustozlar. Testga o'tiraylik ustoz. Yaxshi. Ustoz, O'sha keyin gap mana shu oyning operatsiya 9-gacha, hozir bir daqiqa, mana bu zapisni nima qilib olaymen, keyin gaplashamiz qolgan gaplarni.